Nega Geriga ovozingni o'chir deding? To'g'risi men hech narsani eshitmadim. U nima deganini tushunmadim. Odam ko'p, shovqin bo'lgani uchun hech narsa eshitilmadi. Tarixdagi eng yaxshi jangchi bo'lishing uchun nimalar qilishim kerak deb o'ylaysan? Keling, tarixdagi eng zo'ri yoki boshqa raqamlar haqida karyeramni tugatgach gaplashaylik. Yutishda davom etyapman. Bu navbatdagi jang. G'alabali seriyam 20 taga yetganda Danadan so'rab ko'rasiz. U uchun javob bersam maylimi? Uni bu sportda qilganlarini ko'r. Vatani bayrog'ini tanitdi. Bu hammaga ham emas. Iltimos, o'chir ovozingni. U dunyodagi eng yaxshi jangchi. Men ularga doim aytganman. Ular ingliz tilini o'rganish uchun men 1 yil davomida pul to'ladim. Ular hech narsani o'rganmadi. Yan Geri uni maqtab turgandi. Bu o'chir dedi. Muloyim bo'l. Men u yerda o'zimni gapimni eshitmadim. Shovqin edi. Ba'zida odam senga yoqmasa, lekin senga hurmat ko'rsatsa, eng kamida jim o'tirishing kerak. O'chir demasliging kerak. Odam gapirib turganda oraga suqilish ham hurmatsizlik-ku. Men gapirayotgandim. Gapni bo'lsa deb ayt. Gapni bo'lish bilan maqtovni farqi bor. Gapni bo'lish deb ayt unga. Mayli, California cheesecake. Mayli, bu safar 1-1.